Salom hammaga, bugun sizlar bilan in predlogini batafsil o'rganamiz. Darsni boshlashdan oldin aytgan bo'lardim, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Chunki bu keyingi darslarni tayyorlashimiz uchun juda muhim. Qani bo'lmasam darsimizni boshladik. In predlogini biz o'tgan darsimizda o'rgangandek, ichida degan ma'noni berardi. Misol uchun, there are a lot of green apples in the basket. Ya'ni savatda ko'pgina yashil olmalar bor. Endi bugungi darsimizda in predlogi da ma'nosida keladi. Bizni asosan qaysi vaqtlar uchun ishlatamiz buni? Kun qismlari, oy nomlari, yillar, asrlar, transport va fasllar uchun ishlatamiz. Misol uchun, in the morning I go running. Ertalab yugurishga chiqaman. In the afternoon I surfing the internet. Ya'ni obedda men internetda vaqt o'tkazaman. In the evening I listen to classical music. Ya'ni o'sha obeddan keyin, ya'ni kechki oqshom men klassik musiqa eshitaman. Oy nomlari uchun ishlatamiz yana. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Misol uchun, trees bloom in April. Ya'ni daraxtlar aprel oyida gullaydi. Bu yerda April oy va biz oy nomi oldidan in predlogini ishlatganmiz. The weather is cold in February. Ya'ni fevral oyida ob-havo sovuq bo'ladi. Fevral bizda oy nomi, shuning uchun ham biz bundan oldidan in predlogini ishlatdik. It's usually hot in June. Ya'ni iyun oyida odatda havo issiq bo'ladi. June bizda oy nomi, shuning uchun ham in predlogini ishlatganmiz. Endi yillar uchun ishlatamiz. Misol uchun, I was born in 2004. Ya'ni men 2004-yil tug'ilganman. He moved to Dubai in 2015. U 2015-yil Dubayga ko'chib o'tdi. Ya'ni biz shunaqa yillar oldindan ham in predlogini ishlatishimiz kerak. Keyingisi asrlar uchun centuries. In the 19th century, cars, TV and radio became popular. Ya'ni 19-asrda mashinalar, televizorlar va radiolar mashhur bo'lgan. Rasmdan ko'rib turgan bo'lsanglar, televizor, radio, mashinalar o'sha vaqtlarda 19-asrlarda mashhur bo'lgan. Ya'ni biz asrlar haqida gapirib o'tganimizda ham oldidan in article-ni ishlatishimiz, in predlogini ishlatishimiz kerak. Touch screen smartphones became very popular in the 21st century. Ya'ni o'sha touch screen smartphones degani sensorli telefonlar 21-asrda juda ommalashgan, ya'ni juda mashhur bo'lgan. Keyingisi biz transportlar uchun ham ishlatishimiz kerak. Ya'ni in a taxi, in a truck, in a van. Truck degani KAMAZ, taxi bu taxi, van degani bu o'sha ko'proq sayohatga chiqayotgan paytimizda haydaladigan mashina. Ya'ni biz bu yerda in predlogini ishlatishimiz sababi nimaga on ishlatmayapmiz bu yerda deydigan bo'lsanglar, chunki biz bunaqa transportlarda yurib harakatlana olmaymiz. Misol uchun, poyezd, kema, shunga metro, shunga o'xshash transportlarda biz ham o'tirsak ham bo'ladi, turib harakat qilsak ham bo'ladi. Shu sababdan ham biz
u holatda on predlogini ishlatamiz. Buni keyingi darslarimizda batafsilroq tushuntirib beraman. Keyingisi seasons, ya'ni fasllar oldidan ham biz in predlogini ishlatamiz. Bu yerda in summer, in winter, in spring, in autumn. Ya'ni yozda, qishda, bahorda va kuzda. So'nggisi mamlakatlar oldidan ham ishlatishimiz kerak in predlogini. Misol uchun in Argentina, in Belgium, in Brazil, in Canada, in China, in Egypt, in France, in Germany, in Greece, in India, in Italy, in Japan, in Mexico, in Portugal, in Russia, in South Korea, in Spain, in Turkey. Ya'ni biror bir mamlakatda deb aytmoqchi bo'lsangiz, har doim bularni oldidan in predlogi kelishi kerak. Sababi bular mamlakatlar. Misol uchun, I live in Uzbekistan. Men O'zbekistonda yashayman. Nimaga bu yerda in predlog ishlatdim? Sababi O'zbekiston bu mamlakat. Ya'ni bu mamlakat bo'lgandan keyin biz da ma'nosini bermoqchi bo'lsak, in predlogni ishlatishimiz kerak. Xo'p, do'stlar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Umid qilaman, siz bu mavzuda o'zingiz uchun yangi narsalar o'rgandingiz degan umiddaman. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, buni do'stlaringiz bilan ulashing, like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darsimiz on predlogi haqida bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.